Hoy, boboy, gazetada nimalarni yozishibdi? Pashol naxoy. Bilmoqchi bo'lsang, o'zingga alohida sotib ol. Bobo, nima qilibdi? Bu porno jurnali emas-ku. Xo'p, mayli. Gazetada yozilishicha, GM poyezd chiqarishni boshlabdi. Ular shunchalik zo'r ekanki, odamlar u yerda prosta yo'q qolishgan ekan. Qanaqa ma'noda yo'q bo'lib qolishyapti? No, A nuqtadan B nuqtaga hamma ham yetib bormayapti. Bu nima? Matematik masalami? Matematikani yaxshi ko'raman. Bilat qanaqa matematika? Bu aniq o'tkazuvchilar haqida. Ha, o'tkazuvchilar, yarim o'tkazuvchilar. Demak, bu fizika. Bu jon, nega faqat men ishlayapman, siz kontor o'ynab o'tiribsiz? Nolama qizim. Men seni yoshingda barda pul topardim. Prям meni yoshimdami? Axir meni yoshim 10 ga to'lgan-ku. Salom qizaloq. Senga bir ish bor. Yaqinlashma, ko'zi qonga to'lgan qarichol. Mana shu bitsa bilan basharingni buzib qo'yaman. Maktabda o'qiysan, to'g'rimi? Biz bir olmayapmiz. Bu matematika masalasimi yoki fizikani? Qizligimni ola olmaysan. Meni bo'lishkamni yema, qarichol. Xavotirlanma, qizalog'im. Seni bo'lishingni qachondir kimdir yegan bo'lardi. Kechiring amaki, lekin hech bo'lmaganda 18 ga to'lishimni kutsak bo'ladimi? Gapingga tushunmadim-ki. Lekin meni savolim kutib turmaydi. Ketdim boshqa qizlarni izlayman. Demak, A nuqtadan B nuqtaga. Oramizda bo'lib o'tgan shu narsadan keyin hech bo'lmaganda gumma sotib oling. Mayli. Yotib yeyishni sevaman. Nima, men endi o'zim sekin dastlabkada ishlaymanmi? Yo'q. Endi sen Yandex Sebada ishlaysan. Rahmat, shartmas. Xo'y, bizda ovqat olib kirish mumkin emas. Nega? Agar ovqatlamoqchi bo'lsangiz, restoran ham bor. Faqat u boshqa poyezdda. Ana unisida. Yaxshi. Unda poyezdlarning ko'teliga tiqinglar. Meni ostanovkam. Hoy sen, hech bo'lmaganda Open Budgetga ovoz berib ket.